Nega ko'pchilik omadli, hammani qo'lidan kelyapti, muvaffaqiyatli bo'lishyapti, zo'r yashashyapti, nimadirlar bo'lyapti, lekin men hech narsani uddalolmayman, men qo'limdan hech narsa kelmaydi, men bilmayman, munosabat o'rnatishni bilmayman, yaxshi yashashni bilmayman, bir narsa men uddalolmayman, meni qo'limdan kelmaydi degan ishonchda yashaymiz, degan programmada yashaymiz. Lekin aslida bu sizni tanlovingiz emas. Bu bizga yuklatilingan, ishontirilgan ishonchlarimiz. Siz hozir qanaqa hayotda yashayotgan bo'lsangiz, bilingki, bunga ishontirilganingiz uchun shu hayotda yashayapsiz. Endi agar siz bu hozirgi holatingizni teskarisiga ishontirilganingizda edi, o'sha holatda yashayotgan bo'lardingiz. Endi bundan chiqadiki, mani hozirgi hayotimdagi tanlovlarim bu meniki emasmi deyishingiz mumkin. Yo'q, sizniki emas. Agar siz hozir hayotingizdan norozi bo'lsangiz, agar hayotingizdagi vaziyatlar, holatingiz sizga yoqmayotgan bo'lsa, bu sizni tanlovingiz emas. Va siz o'zingizni tanlovingiz emasligini bilmasligingiz ham mumkin. Bilasiz, lekin o'zgartira olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Bitta hikoya bor edi. Bitta ayol kichkinagina qozonchida to'ldirib, qiynalib narsa pishirar ekanda. Keyin qizi keladi, "Nima bunaqa pishirasiz? Oyijon boshqasi qilsangiz bo'ladi. Yo'q, shunda pishirish kerak." deydi. Keyin aytadiki, "Nima bunaqa pishirasiz bunda? Sababi bormi?" "Oyim shunaqa pishirganlar" deydi. Keyin oilalar sahal tirik bo'ladi, borishadi. "Nimaga shu qozonchada bunaqa tiqiltirib, qiynalib pishirgansiz?" desa, "Shunaqa qilish kerak." "Qayerdan bilasiz?" desa, "Mani oyim shunaqa qilganlar" deydilar. Oyingiz oyishchi desa, "Buvim ham shunaqa qilganlar." Ko'rasizlarmi? Ko'p narsani bizani hayotimizda sodir bo'layotgan vaziyatlarni farqiga bormasligimiz mumkin, lekin biza ularni tanlamaganmiz. Biza uchun kimlardir tanlangan va biza buni bilmaganimiz uchun o'sha ssenariyda davom etayotgan bo'lamiz. Masalan, davomiy nimadir ishni boshlaysiz, hech ham oxiriga eplay olmaysiz, qila olmaysiz, oxirigacha yetib bora olmaysiz. Nega? Chunki doim sizga otangiz yoki oyingiz, "Sen qo'lingdan kelmaydi, sen eplolmaysan, qilma, qo'y, qiynalasan" degan bo'lishi mumkin. "Qo'lingdan kelmaydi, eplolmaysan" deyishgan bo'lishi mumkin va hokazo. Ya'ni ishontirilgansiz. Agar buni teskarisiga siz ishonganingizda edi, sizni hayotingizda o'sha ssenariy o'ynayotgan bo'lardi. Endi bu ssenariylar, bizga tegishli bo'lmagan ssenariylarni o'zgartirishimiz mumkinmi deyotgan bo'lsangiz, albatta o'zgartirishimiz mumkin. Oson va yengillikka yaxshi ko'radi-da. Oson va yengillik orqali biz programmalarimizni o'zgartirishimiz mumkin. Mana shu hozir samarrazvitiya bor-ku, o'sish, duxovniy o'sish, shaxsiy rivojlanishni ham juda ham qiyinlashtirib, ko'lab o'tiramiz, regressiya qilish kerak, ani qilish kerak, gipnoz qilish kerak, mana bu qilish kerak qilib, katta qilib ko'lab qiyinlashtiramiz. Nimaga? Chunki bu bizga bu programma singdirilgan. Oson, yengil o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni ongimizni, diqqatimizni boshqa yoqqa qaratib, ongimizga boshqa ishonch kirg'izib, biza o'z hayotimizdagi tanlovlarni, ichki holatimizni va vaziyatlarni o'zgartirishimiz mumkin. Bunga men zo'r texnika yozganman. Bu texnikani men o'zim coachinglarimda ishlataman. Birga bir ishlagan mijozlarim bilan juda ham zo'r natija bo'ladi. O'zimda ham ishlatganman, ko'p mavzularda ishlatganman. Ya'ni perexod shundoq seziladi. Bu texnikani sizlarga bepulga bermoqchiman. Mana shu ссылка orqali pastda hozir Telegram kanali bor. O'sha kanalga o'tib, u yerda test bor va sizni ongingiz darajasi bilan bog'liq test bor va ongingizni dasturini o'zgartirish texnikasi bor. Bu texnikani ishlatib hayotingizni sifatini oshirishingiz mumkin. Faqat eng muhimi davomiy bo'lishi kerak. Eng kamida 21 kun. Eng zo'r idealniy variant 90 kun. 90 kun bajarasiz va kelib mana kommentariyaga yozasiz. "Nilufar opa, rahmat, zo'r o'zgarishlar bo'ldi, o'tdim." Bitta mavzuda yozsangiz bo'ladi, ko'p mavzularingiz bilan ishlasangiz bo'ladi. Buni anaqamizda, kanalimizda ham audio shaklda, ham yozma shaklda tushuntirganman. Buni ishlatib hayotingizni sifatini o'zgartirishingiz mumkin, ishonchlaringizni o'zgartirishingiz mumkin, qiyinchilikdan oson yengillikka o'tishingiz mumkin. Oson yengillikda pul kelishi mumkin, oson yengillikda maza отношенияларga o'tishingiz mumkin.